Ko'pchilik yozda ovqat ketmaydi deydi. Lekin mana bu taomlardan qanday qilib bosh tortish mumkin? Go'shtlari yumshoq pishirilgan qurtoba, ko'k somsa, ham yengil, mavsumiy, qolaversa juda ham mazali. Bu joy o'zi ko'pchilik yaxshi biladi. Mador oilaviy restorani. Chunki bu yerda ovqatlarni yaxshi tayyorlashadi. Narxlari ham hamyonbop. Qurtobani mana shu turishi 83 ming, somsa esa 12 mingdan. Qurtobani patiri suzma bilan pomidorni suvini o'ziga shimib juda ham zo'r bo'lib qopti. Qisqasini aytganda, albatta bu taomni yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Agar menga baquvvat ovqatlar kerak desanglar, ovqatlarga assortiment katta. Men masalan cho'ponchasiga ham qiziqib ko'rdim. Bu bir kishiga mo'ljallangan porsiya. Cho'ponchani go'shtlari kichkina qilib kesilgan, usti ko'richka, ichi esa suvli chiqibdi. Bolalar bilan kelsanglar, bepul detskiy plashatkasi ham bor. Gap tug'ilgan kun, oilaviy marosimlarni o'tkazish uchun alohida kabinalari ham bor. Mador milliy taomlari ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Nukus kinoteatridan Glaznoy ko'chaga kirishingiz bilan chap qo'lingizda keladi. Bu videoni yaxshi ovqatlarni ilinmoqchi bo'lgan eng yaqin insonlaringizga jo'natib qo'ying.